Salom. Mani bolalarim juda ham bilishni yaxshi ko'rishadi. Shuning uchun juda ham ko'p tayyorlayman. Bunga ketadigan masalliqlarni aytib o'taman. Bu uchun bir kosa qaynagan suvga yarim kosa ham bo'ladi. Yarim kosa qaynagan suv, 2 ta tuxum, 1 piyola shakar, yarim kosa un, ozgina chayni soda solib yaxshilab aralashtiramiz. Birinchi etapda shakar bilan tuxumni yaxshilab ezg'ilab olamiz. Undan so'ng ozgina chayni soda solamiz. Chayni sodadan so'ng yog', sut va oxirida qaynagan suvni solib yaxshilab aralashtirib, baland olovda pishirib olamiz. Mana ko'rinishlaridan o'zi aytib turibdi, araviyasiga o'xshagan va juda ham muloyim. Bolajonlar mazza qilib iste'mol qilishadi. Yanada ko'proq ma'lumotlarga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz va yana qanaqadir nimadirlar pishirib ko'rsatishni xohlasangiz aytib yozib o'tinglar. Salom. Mani bolalarim juda ham bilishni yaxshi ko'rishadi. Shuning uchun juda ham ko'p tayyorlayman. Bunga ketadigan masalliqlarni aytib o'taman. Bu uchun bir kosa qaynagan suvga yarim kosa ham bo'ladi. Yarim kosa qaynagan suv, 2 ta tuxum, 1 piyola shakar, yarim kosa un, ozgina chayni soda solib yaxshilab aralashtiramiz. Birinchi etapda shakar bilan tuxumni yaxshilab ezg'ilab olamiz. Undan so'ng ozgina chayni soda solamiz. Chayni sodadan so'ng yog', sut va oxirida qaynagan suvni solib yaxshilab aralashtirib, baland olovda pishirib olamiz. Mana ko'rinishlaridan o'zi aytib turibdi, araviyasiga o'xshagan va juda ham muloyim. Bolajonlar mazza qilib iste'mol qilishadi. Yanada ko'proq ma'lumotlarga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz va yana qanaqadir nimadirlar pishirib ko'rsatishni xohlasangiz aytib yozib o'tinglar.